Cumhuriyet qachon tug'ildi bilamsiz? Mavjudligini qalbida yashnatib turganlarning sepiga qaytilgan har bir yangi kishi uchun Cumhuriyet yana bir qitim qaytadan tug'ildi. G'urur bilan bosgan muqaddas tuproqqa ega chiqilganda, dunyoga bu vatan bizning deyilganda, tuproqdan vatanga yukselishning haqli g'ururi his qilinganda, dinchi, millatchi, davlatchi, inqilobchi demasdan farq bo'lishi qaramay birlashganda va kuch-quvvatini bu birlikdan olganda, tizbikmas iroda, tavranmas e'tiqod va uzilmas umid bilan qurollanganda, ummat va davlat askari bo'lish sharaf qabul qilinganda, uni qo'l soat kabi doim yenida elib yurganda va uningga tangshalganda Cumhuriyet bir qitim, yana bir qitim, yana bir qitim qayta tug'ildi. Biz putlarimizga o'g'izning kuchini kirgizgan, har qadamda yangi bir nafas baxsh etgan bu Cumhuriyetning avlodimiz.